ham bizga shu yoqdan piyoda ketamiz. Xullas, piyoda biza ketishimiz kerak. Bo'lmasa aravani issiq boshlanib, keyin biza yonib ketishimiz mumkin. Mer, nima? Fakir bormaydimi? Yo'q, fakir hozir kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun kelsa, keyin biz unga tushuntiramiz. Xo'p, Mer. Ish ko'ribamiz, erishib ketdim. Ko'chaga bir chiqib kelay. Voshcha issiq bo'ldi-ku. Suvim ham qolmadi. Hammasini bugun ichib chiqdim. Xo'sh. Barchaga salom alaykum, bilaman. Fakir xo'sh, bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda nima qilamiz sizlar bilmadim. Bugungi videomizda shu qishloqda maza qilib aylanib, ular jitili bilan gaplashamiz. Bu yerdagi jitili qani? Bilmadim. Mayli, mer qani? O'zi kun yomon issiq quryapti. Mer anti ekan. Ketik, mer oldiga boraylik keyin. Salom mer. Vau, sen mana vaqtida kelding. Salom. Sizlar nimaga yig'ilib oldinglar? Biz ketyapmiz. Nimaga? Eshitmadingmi? Ana issiq boshlanyapti-ku. Soat 4larda, 5lardami, xullas o'shanda ana issiq boshlanar ekan. Nima? Xo'p, sizlar qayerga ketyapsizlar? Biza uzoqqa shaharga ketyapmiz. Shahar hali sovuq ekan, yaxshi sovuq kerak ekan. Biz o'sha yerga borib, 1-2 kunda qaytib kelamiz. Menchi. Sen mayli, skladda narsalar bor, o'shalarni olib, o'ziga baza qurib olasan, xullas. Nahotki? O'zi 4 odamli ekan, mashinasi ham. Basharingizga bir deb borayim. Men berman. To'g'ri. Sen ham ketyapsan, damlamachi? Albatta, menda sovutadigan damlama yo'q. Hammangiz ketyapsizmi? Hammamiz ketamiz, jinni. Men o'zimdan ketyapsiz. Xullas, borib, skladdan hozir qo'ymasang, keyin voshcha sovuq tushib o'lib ketasan. Issiq tushib, xullas, adashib ketdim. Mayli. Esimda qolar ekan. Xullas yo'q. Mayli. Bari ishlarimni qilaman, chunki meniki o'sibdi, lekin suv yo'q. To'xtanglar, nima? Suv yo'q? Men suv ichmoqchi edim, o'zi aslini olganda. Uzr. Tashlavoramiz. Suv yo'q. Yo'q. Qarab kelaylik, lekin yomon issiq tushyapti. Men lavaga bilay. Xo'sh, to'xtanglar, qaraylik-da men. Shuni. Nima? 50 gradus. Men tezroq qurishni boshlamasam bo'lmaydi. To'xtanglar. Menga kerakli bo'ladigan narsalarni olishim kerak men. Buni kiyib olaman, buni ham kiyib olaman. Xullas, men o'zi ham hamma ovqatlarimni oldim. To'xtanglar. Bularni olib qo'yishimiz kerak, chunki keyin safar kerak bo'lib qoladi. Xo'sh. Bularni qo'yib qo'yamizdan keyin bari ish birinchi o'rinda. Shuning uchun hozir boshimga to'xtanglar, kompyuterimni olishingizda yo'q. Kompyuterim va buni ham olib ketaylik. Bu ham kerak bo'lib qoladi. To'xtanglar, ovqat what the hell? Bu menimcha tursa, mayli, olib ketamiz buni ham. Oldimmi? Bo'ldi, ana endi esa ketamiz. Tezroq ketishimiz kerak. Buni ham olaman. Hamma narsani olishim kerak. Chunki bu meniki, men esa loh olmagan. Ish birinchi o'rinda, shuning uchun ishlarni tezroq olib ketishimiz kerak. To'g'ri, endi unchalik zo'r bo'lmaydi-ku. Mayli. Unchalik sifatli emas deb umid qilmayman, chunki sifatli bo'lishi kerak. Ujumimni qaranglar, qurib ketyapti.
Xo'sh, hozir biz skladga borishimiz kerak. Sklad bu yoqda-ku. Yo, qayerlarda yuribman men? Qornim och olay. Bo'ladi. Xo'sh, qornim och qoldi. Mana sklad. Xo'sh, menimcha bunda mana. Xo'sh, bularni hammasini olib olishimiz kerak. Aha. Bizga birani tashlab ketibdi mer. Menimcha bu bizni sovutib turadi. Sovib ketyapman. Xo'sh, bizda hozircha hamma narsa bor. Endi biz qurishni boshlashimiz kerak. Menimcha meram ketibdi. Lekin biz tezroq qurishimiz kerak. Hozircha ovqatlarni bu yerga olib qo'yib turamiz. Xo'sh, hammasini olib qo'yib turasak. Mana endi bularni hammasini olishimiz kerak. Buni qo'y. Tezroq shoshilmasak hozir ishxonada o'lib ketamiz. Okey. Ovqatlarni qo'yib tur. Ovqatlarni o'ylayman shu yerda. Okey. Ana endi esa tezroq qurishni boshlaymiz. Xo'sh, masalan, mana shu yerdan qursak menimcha bo'ladi. Xo'sh, mana ikkitalik yoqishlarga qilamiz. Okey, tezroq qurishimiz kerak. O'sha sovuq chiqishni boshlayapti. Nimaga sovuq deyapman? Xo'sh, tezroq qurishimiz kerak. Yaxshi ham ustimdagi brendni olmadim. Nima, lekin o'sha meni sovutib turibdi. Xo'sh, tezroq qurishimiz kerak. Bo'lmasa hozir o'lib ketamiz. Sal yetmadi-ku. Men buni quraman endi. Meram zo'r o'ylaydi. Yo'q, to'xtanglar. Stop, tushundim. Yana bunday qilishimiz kerak. Men buni ichidan qilaman deb o'ylagandim. Chunki bu suv bo'lib ketishi mumkin o'sha uchun buni buzmaymiz. Okey. Ana endi bu ustilarni hammasini qilamiz. Boshqa ilojimiz ham yo'q o'zi. Xo'sh, tezroq qurib tashlashimiz kerak. Okey, mana yaxshi. Xo'sh, qo'yilmaydimi bu? Ustini ham shu bilanmi? To'xtanglar, boshqa narsa yo'qmi? Oh my god, mayli. Bularni buzib tashlaymiz. Suv chiqmas ekan. Bo'ldi, tushundim. Okey. Bular anamolisda erib ketmaydigan umiddaman. Xo'sh. Tepa lekin ochiq turishi yomon, chunki har xil joyda bular yonib ketishi mumkin. Mayli, hech narsa qilmaydi degan umiddaman. Nima, men xato o'ylaydim har doim. Bu yerlarga nima qilamiz endi? Yo, what the hell, man? To'xtanglar. Bu yerlarga. Mana bunday qilamiz, to'xtanglar. Mana. Men ham bir otib qo'y. Odam. Okey, o'zimizga ham qurib turishimiz kerak. Bu menimcha buzilsa tushadi degan umiddaman. Mana bular. Nima? What the meni qo'limda paydo bo'lib qoldi bular. Nimaga seni qo'lingda paydo bo'lib qoldilar? Men hozir kim edi? Adminga telefon qilib, unga aytdim, iltimos shunaqa deb. Xo'sh, bu yerlarni yopib qo'yamiz. Bo'lmasa hozir yana bular erib ketishi mumkin ekan. Buni bizga u aytdi va erib ketib suv bo'lib, toshqin bo'lib, biz shunaqa bo'lib ketishi mumkin ekan. Mayli, biz ozgincha qoldiramiz. Toshqin bo'lib ketmaydi, jamoatchilik degan umiddaman. Mana va bu yerga bunday. Mana shunday qurib chiqishimiz kerak. Xo'sh, buni buzib, mana yo'q. Mana sizlarga aytgandek suv chiqib ketdi. Xo'sh, ana endi esa buni yopib qo'yamiz. Demak, o'sha anomalasi boshlanyapti. Menimcha, yana bilmadim. Xo'sh, bular ham muzika o'tkazib turadi, agar bo'lsangizlar. Bunday qo'yamiz. Mana, okey, yaxshi. Nima, u ahmoqmi? Mayli, qo'tinglar. Men rosa ham ahmoq, chunki hattoki buni ham olib qo'ymabdi. Xo'sh, yaxshi, menda dron bor, men sizlarga ko'rsatib turaman. Nima bo'layotganini. Xo'sh, to'xtanglar. Biz admindan so'raganmiz va admin bizga qo'yib berdi. Shuning uchun bu yerlarni ham yerini yopib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Endi bu yerini ham yopamiz. Ikkitalik qilib yopsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Dronni bir amalab o'tkazib yoraman, toki to'xtanglar pastga ham mashina qilib chiqishimiz kerak. Endi hammasini emas-ku, uni birxillarni qilib qo'yishimiz kerak, chunki biz o'shanda maza qilamiz, yaxshiroq bo'ladi. Dron yaxshiroq, unchalik yana qilmaydi. Okey. Issiqqa chidamli desa ham bo'ladi. Mana, bo'la. Xo'sh, ana endi biz rakvina qo'yamiz, yuzimizni yuvish uchun. Rakvina ham ajoyib. Mer bir zakaz qo'yibdi. Jinnimi bu? Mer o'sha kompyuterga so'raylar, mer jinnimi? Xo'sh, svet bor. Endi bu qo'ng'iroq bizga hozir kerak emas. Bularni qo'yamiz. Bularni qo'yishimiz uchun menga buni qilamiz. Afsuski turib endi o'ynayotganman kompyuterdan afsus. Mayli. Bu yerda esa oziq-ovqatlarim turadi, masalan. Yo'q, xolodilnik bor ekan. Xolodilnik ham bir sakobdi. Ichiga nol pollarimni tiqib qo'yaman. Kartoshkalarimni ham.
menimcha qotib qolishmaydi degan umiddaman. Xo'sh, buni ham qo'ysak, bu muzlab tursa, bularni ham qo'yib qo'yamiz, mayli. Muzlab qo'ysa qolaversin, menga farqi yo'q. Xo'sh, menimcha qolganlari o'sha kerak emas. Bular ham. Bularni inventoriga qo'yaman va mana xullas kalom svet ham unchalik zo'r yorug' bermaydi. Kelinglar, shuni bu yerga olib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana bu yerga yo'q, to'xtanglar. Suv tushsa ham ustimizga tushmaydi. Mana bu yerga qo'yib qo'ysak, mana yaxshi. Endi men kompyuterimni ozgina o'ynay va keyin ko'ramiz, issiq tusharmikan. Menimcha boshlandi-yu. O'sha issiq. To'g'ri turishim mumkin, chunki mana bu xolodilnikni oldida ochib turibman, yopilib qolyapkan. Shuning uchun mana ovqatlarimni, mana bu suvni maza qilib ichib o'tiribman. Xullas, birakda ichib olib, yana qo'yib qo'yaman. Muzlab turadi. Menimcha bu yerda 3-4 hafta yashashimga to'g'ri keladi. Mana bu quyosh, ko'zim og'rib qoldi. Men sizlarga endi hozir dronimni kompyuterimga ulab ko'rsataman. Notebook desa ham bo'ladi. Xo'sh, mana, okey, hozir mana mana uladim. Mana buni ko'ring. Yo, meni uyim. Nima bo'lyapti? Nimadir bo'lyapti. G'alati bo'lib ketib qoldi. Nima bo'lyapti menga? Buzilib qolyaptimi? Nima ishlamayapti? Yaxshi ishlamayapti. Nimadirlar bosib tashlayapti o'zi. Bu uyga yo. Yuzurasi tomi ketyapti mana. Tomi ketyapti. Sekin yaxshilab. Toming ketma. Xo'sh, buni qaranglar. Yo, ishla. Tomi ketyapti buni. Nimagadir kam ishlab qolyapti. Nima uy ichlari kirib ketyaptimi? Bu buni ular ketma. Yo'q, buzildi. Oh my god. Buzib qo'ydim-ku. Mayli, tezroq o'tib ketaylik. Nima bu yer teshilib ketibdi? To'xtanglar. To'xtanglar, bu yer teshilib ketibdi. Anamal issiqdan shunchalikmi? Buni yoqib qo'yamiz. Oh my god, yo'q. Bularni yoqib qo'yishimiz kerak. Bu yer ham to'xta, buni olib kel. Menimcha bu yerni yoqib qo'ymasak, hozir o'lib ketamiz. Men bu yerga qo'yib qo'yaman. Okey. Menimcha bu yerlarni yopib qo'yishimga to'g'ri keladi. Men bu yerda 1-2 hafta yashashimga to'g'ri keladi. Xullas, hammaga xayr, sizlar bilan men fakir bo'ldim. Endi men shu kompyuterimni o'ynab 2 soat o'tiraman. 2 hafta, 3 hafta o'tiraman. Nima deydi? Montaj qilib mana shu videoni YouTube'ga qo'yib yuboraman yoki bu oxirgi videom bo'lishi ham mumkin. Mutlaq qaranglar, teshilib ketyapti. Oh my god. Bo'lmasa hammaga xayr, sizlar bilan men fakir bo'ldim. Bye. Yangi videolarda